srochniy sotilayotgan 2-3 sotuv atrofida yangi qurilgan hovli qidirib yuribsizmi? Unda mana bu uyimiz aynan siz uchun. 6 xonali 207 sotuvli hayhotdek hovli zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Pul juda ham zararli yonyapti. Shu oy oxirigacha sotmasam bo'lmaydi deyishdi uy egalari. Uyni borib jivoy ko'ring, uy yoqsa narxiga talashilmasdan puli bor odamga berib yuboriladi. Butun umr o'zimiz yashaymiz deb yiqqan tergan peshana terimizni to'plab bu uyni qurgan edik. Vaziyat taqozosi bilan hozirda sotuvga qo'yishga majbur bo'ldik deyishdi uy egalari. Bu uy sotish maqsadida qurilmagan azizlar. Uy egalari o'zligi uchun rostdan ham qimmat qurilish mollaridan foydalanib, qimmat yaxshi ustalarni ishlatib qurib bitirishgan. Uy ichida mebel texnikalari ham qimmat sifatli yaxshilardan o'rnatilgan. Gilam, parda, konditsioner, lustra kabi barcha uy jihozlari mijoz xohishiga qarab qoldirilib ketish ehtimoli yuqori. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay, metro yaqin, transport qatnovlaridan muammo yo'q. Uy hujjatlari joy-joyida, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Suv, gaz, svet, internet, Wi-Fi'lardan muammo yo'q. Xonadonda 6 ta xona bo'lib, naqd 3 ta sanuzeldan iborat. Qishda issiqqina, tepli pollari qilingan batareykalari har bitta xonada bor. Patolog balandligi 307 metr tashkil etadi. Bu degani qasrdek uy degani. Uy remontlari dizayner bilan birgalikda Yevro remont qilingan. Shoshiling, hoziroq quyidagi raqamlar orqali uy egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laning. Bez makler. Uyni borib jivoy ko'ring, yoqsa narxi tepasida yana kelishiladi. Videoga yurecha bosib, bizga ham shunaqa oppoqqina qasrdek uylar nasib qilsin deb yozib qoldiring. Videoni 2-3 sotuv atrofida zamonaviy, yaxshi, yangi uy qidirib yurgan puli bor tanish-bilishlarga jo'natib qo'ying. Shunaqa srochniy sotilayotgan yaxshi uylarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling.